Assalamu alaykum qarindoshlar. Bu soatlik darsimizda biz xaritadan foydalanib amaliy uzunlikni o'lchashda kam bo'lsa bo'lmaydigan bir muhim qurolni o'rganamiz. U bo'lsa-mu masshtab. Masshtab degan bu darsimiz biz so'zlab o'tgan 21-dars nisbat va tanasib bilan zich munosabatlik. Unda o'zi bu soatlik darsimizni ko'rishdan burun 21-darsni qayta bir ko'rib chiqishinglarni samimiy tavsiya qilaman. Shundoq bo'lsa-mu biz mazmunlarimizni yana bir takror qilib o'taylik. Biz nisbatni so'zlab bo'lgan shundaqmi? Nisbat deganimizda o'xshash turdagi ikki miqdorni selishtirishdagi hassalik munosabatni biz nisbat deydik. Mesela, ben bir örnek vereyim. Bizden öyde bir qoğun, bir tavuz var. Qoğunun ağırlığı 3 kilogram, tavuzun ağırlığı 5 kilogram. Onda olsa bireylen bana, qoğunun ağırlığının tavuzun ağırlığı olan nispeti qanday buldu? Dese qanday ifadələyimə? 3'nin 5'ki bo'lgan nisbeti şuna ama bu kichik nisbiylik belgisi yani aldıdaki sanni keyindeki sanı bölen degan gap. 3'ni 5'ki bölsem neçə? 5'ten 3 deb mən kesir şeklinde mi yazalayım şunda ama. Onda olsa biz iki tal son farz qilaylı. Birisi A, birisi B olsun. A'nın B'ye bo'lgan nisbetini ifadelen dese qanday ifadelaydi? A'nın B'ye bo'lgan nisbeti. Yoki buni A'ni B'ye bölüp B'den A deb yozib qo'ysam mı? Bo'libdi shundami? Onda olsa tanasib deganimizda tanasib deganimiz 2 va 2dan ko'p bo'lgan nisbatning tengligini ifodalaydigan ifoda. Men oddiy tanasibdan birini yozay. A'nın B'ye bo'lgan nisbeti teng C'nin D'ye bo'lgan nisbeti. Unda olsa bu bir tanasib shunda ama tanasibning bir alaylığı batdı. Sirtidagi ichki turning ko'paytmasi ichidagi ichki turning ko'paytmasiga teng deb. Ya'ni bu yerdagi A'ni D'ye ko'paytganim amaliyotda B'ni C'ye ko'paytganim. Bireylen so'rashi mumkin. Malum bu yerdagi A bilan D qandaqsiga sirtidagi ichki tur, B bilan C qandaqsiga ichidagi ichki tur bo'ldi deb. Men buni ma'qul shaklda yozgan vaqtimda A'nın B'ye bo'lgan nisbati teng C'nin D'ye bo'lgan nisbati deb yozgan vaqtimda bu yerdagi B bilan C ichidagi ichki tur, A bilan D sirtidagi ichki tur bo'ldi. Shundami? Onda olsa biz bugün sözlemoqchi bo'lgan masshtab degan nima? Masshtab deganimiz chertyoj ustidagi uzunlik bilan u ifodalagan amaliy uzunlikning nisbati masshtab bo'ldi. Yana bir takrorlayday. Chertyoj ustidagi uzunlik bilan u ifodalagan amaliy uzunlikning nisbati. Chet elda tug'ilib cho'ng bo'lgan yoki kichik yoshda chet elga chiqib ketgan ba'zi o'quvchilarimiz chertyojni yaxshi bilmay qolishi mumkin. Chertyoj deganimiz ma'lum o'lcham va talabga asosan chizilgan sxemani biz chertyoj deymiz. Unda olsa biz odatda turmushimizda masshtabni eng ko'p xaritalarda uchirtimiz. Men bir qancha tal xaritadan o'rnak beray. Men bu yerdan masshtab eng ko'p xaritalarda uchraydi dedim shunda. Mening yanimda hozir 3 tal xarita bor. Biz bir qancha tal masshtab ko'rib baqayli. Masalan, bu birinchisi, bu Budapeshtning shahar xaritasi. Qaraydigan bo'lsak, 10 bujikida nihoyat oddiy bir tal masshtab beribdi. Ya'ni bu yerda bir qancha tal bo'lak beribdi. Anandan 10 tarafga 1000 metr deb yozib qo'yibdi. Men bu har bir bo'lakini sizg'uch qo'yib o'lchagan vaqtimda 1.5 cm chiqadi ekan. Unda qo's nima degan gap? Ya'ni bu xaritada 1.5 cm keladigan ikki nuqtaning amaliy arlığı 1000 metr keldi degan ma'noni ifodalaydi. Unda o'zi men bu masshtabni do'stga yozay. Xaritada 1.5 cm keladigan arliq amaliyotda qanday 1000 metr. Metrni santimetrga aylantirish uchun men 100 ko'paytdim shunda ama nima uchun 100 ko'paytdim? Nima uchun santimetr qildim? Chunki bu yerda bu 1.5 cm. Ikkilasining uzunlik birligi o'xshash bo'lishi kerak. Ya'ni xaritada 1.5 cm keladigan arliq amaliyotda 100 ming cm kelgan. Unda bo'lsa ikkinchi xaritamizga qarab baqayli. Bu bo'lsa Falastinning xaritasi. Aslida yana bir oddiy masshtabdan birini beribdi. Qaraydigan bo'lsak 0, 5, 10, 15 shunday ama işte ketibdi. En keyinda kilometr ekan. Unda o'zi men bu har bir arliqni o'lchagan vaqtimda 1 cm kelgan, yana 1 cm. Nima degan gap unda bo'lsa, bu bir bo'lak 5 kilometr deb yozib qo'ygan ekan. Xaritada 1 cm keladigan ikki nuqtaning amaliy arliqi 5 kilometr keldi degan ma'noni ifodalaydi. Unda bo'lsa 5 kilometr shunami? 5 kilometrni metrga aylantirish uchun qanday qildim? 1000 ga ko'paytirdim. 1000 ga ko'paysam 5000 metr. Metrni santimetr qilish uchun yana 100 ga ko'paytimiz. Unda olsa masshtab chiqdi mana. Ya'ni xaritada 1 cm keladigan arliq amaliyotda 500 ming cm kelgan. Unda bo'lsa biz eng oxirda bizning vatanimizning xaritasiga qarab baqayli. Unda olsa qo'limda bizning vatanimizning xaritasi bor. Masshtabni topayli boshda mana
10,5'de masshtabni beribdi. Qaraydigan bo'lsak, bir qancha bo'lakka bo'libdi. Anondagi 0, 60, 120, 180, 240 deb 10,5ga kilometr deb yozibdi. Unda bo'lsa men bu bir bo'lakning uzunligini sizg'uch qo'yib o'lchagan vaqtimda 1,5 cm chiqadi ekan. Unda bo'lsa doskaga yozsam 1,5 santimetr shundami? Anondan keyin miyagicha 60 kilometr deb yozib beribdi. Unda bo'lsa mushu xaritada 1,5 santimetr keladigan oraliq amaliy turmushimizda 60 kilometr degan ma'noni ifodalaydi. Unda bo'lsa, men bu kilometrni santimetrga aylantirsam, 60 kilometr mingga ko'paysam metrga aylandi, yana 100 ga ko'paysamcha santimetrga aylandi shundami? 6 million santimetr bo'lgan. Unda bo'lsa biz bu masshtabni qanday ishlatamiz? Avval men masshtabni bir yozib olay. 1,5 ning 6 millionga bo'lgan nisbati deb ma'qul shaklda yozib olamiz. Ya'ni qaysi ma'noni ifodalaydi? Xaritadagi 1,5 cm keladigan oraliq amaliy turmushimizda 6 million santimetr degan gap. Ya'ni masshtab degan nima? Yana bir takrorlasam, xaritaning ustidagi uzunlik bilan amaliy uzunlikning nisbatini biz masshtab deydik, shundaymi? Unda bo'lsa masshtabni qanday ishlatamiz? Masshtabni biz uzunlik o'lchash uchun ishlatamiz, shundaymi? Masalan, men bu xaritadan Xotan bilan Urumchininki uzunligini sizg'uch qo'yib o'lchadim. O'lchagan vaqtimda dal 25 cm chiqadi ekan. Unda bo'lsa men qanday qilma? Tanasibni birini yozib olaman. Ya'ni xaritada 1,5 cm keladigan oraliq amaliy turmushimizda 6 million santimetr kelsa, xaritada 25 cm chiqqan oraliq amaliy turmushimizda necha santimetr keladi deb ma'qul shaklda tanasibni birini tuzib olamiz. Ya'ni bu yerda xaritada 1,5 cm keladigan oraliq amaliy turmushimizda 6 million santimetr ekan. Unda bo'lsa xaritada ikki nuqtaning oraliqini o'lchsam 25 cm chiqqan bo'lsa, bu amaliy turmushimizda necha santimetr deb. Bu yerdan biz o'rgangan shundami? Tanasibning bir alaylik bor. Ichidagi ishki turning ko'paytmasi sirtidagi ishki turning ko'paytmasiga ekan. Unda bo'lsa sirtidagi ishkini ko'paysam 1,5 x bo'ldi. 6 millionga 25 ni ko'paysam, 6 ga 25 ni ko'paysam 150, keyindagi 6 nol shu pette keldi, shunami? 150 6 nol shu pet keldi. Unda bo'lsa bu yerdagi 15 ni 1,5 ga bo'lgan vaqtimizda necha chiqadi? 8 tang 10, shunami? Keyindagi nollarni shu petga ko'chirib yozaman. 6 nol mana. Unda bo'lsa Xotan bilan Urumchining oraliqi chiqdi degan gap. Lekin bu santimetr, shundami? Santimetrni masalan kilometrga aylantirib qo'yay. Unda bo'lsa oldi bilan santimetrni metrga aylantirgan vaqtda qanday qilamiz? 100 ga bo'limiz 2 nol qisqarib ketadi, shundami? Metr bo'ldi. Buni yana mingga bo'lsam kilometrga aylandi. 1 2 3 3 nol yo'qolib ketdi degan gap. Eng oxirida javob necha? 1000 kilometr. Yana Xotan bilan Urumchininki oraliqi, yana bu ikki nuqtaninki amaliy oraliqi necha bo'lgan? 1000 kilometr bo'ldi deymiz. Undaq bo'lsa, eng oxirisida yana bir xulosalar o'tay. Biz bir xaritani qo'limizga olgan vaqtda birinchi bo'lib masshtab qaraymiz. Masshtab qaradam shunday, bu yerda bir qancha bo'lak bor ekan. Men bir bo'lakning uzunligini sizg'uch qo'yib o'lchagan vaqtimda 1,5 cm chiqdi. Yana qaraydigan bo'lsak 60 kilometr deb yozib turibdi. Nima degan gap? Bu xaritaning ustida 1,5 cm keladigan uzunlik amaliy turmushimizda 60 kilometrga teng degan gap. Unda bo'lsa bu santimetr, bu kilometr unda tashlasak bo'lmaydi. Bu ikkisining uzunlik o'lchamberligi cho'qim o'xshash bo'lishi kerak. 60 kilometrni santimetrga aylantirdim. 6 million santimetr bo'lgan shundami? Aylantirish orqali men bu masshtabni yozib oldim. Yozib olgandan keyin biz bu xaritaning ustidan xohlagan ikki nuqtaning o'rtasidagi oraliqni o'lchaymiz. Masalan, men Xotan bilan Urumchining oraliqini o'lchadim, 25 cm chiqdi. Undaq bo'lsa, biz tanasibni tuzib olamiz. Xaritaning ustida 1,5 cm keladigan oraliq amaliy turmushimizda 6 million santimetrga teng bo'lsa, xaritaning ustida 25 cm keladigan oraliq amaliy turmushimizda necha santimetr bo'ldi deb tanasibni tuzib olgandan keyin sirtidagi ishki turning ko'paytmasi ichidagi ishki turning ko'paytmasiga teng. Tanasibning alaylikligi shundami? Bu tenglimini yechib chiqqan vaqtda bu yerda aksdan bir qiymati chiqadi. Bu qiymatni men kilometrga aylantirgan vaqtimda, ya'ni santimetrni 100 ga bo'lib metrga, 1000 ga bo'lib kilometrga aylantirgan vaqtimda 1000 kilometr chiqdi. Unda bo'lsa, Urumchi bilan Xotanninki oraliqi qanday bo'ldi? 1000 kilometr bo'ldi degan gap. Unda bo'lsa biz eng oxirida yana bir tal hisoblash ko'rib baqaylik. Masalan, men bu qatam Qashqar bilan Oqsuning o'rtasini sizg'uch qo'yib o'lchadim. O'lchsam 10 cm chiqdi. Shundami? 10 cm. Unda biz bu yerdan masshtabni yozib bo'lgan. Masshtab qandaqda? 1,5 ning 6 millionga bo'lgan nisbati deb masshtabimizni tepib olgandik.
Unda olsa, xəritədə 1,5 sm keladigan aralıq əməli turmuşumuzda 6 milyon santimetrga teng bolsa, bu xəritənin üstüdə 10 sm keladigan aralıq əməli turmuşumuzda neçə santimetr boludu deb tanasıdan birini tüzüb alamiz. Tüzüb bolgandan keyin ichidagi ishki turning ko'paytmasi sirtidagi ishki turning ko'paytmasiga teng shundami? 1,5 x teng 6 millionga, ya'ni 10 ni ko'paysam 60 milyon bo'ldi. Shundami? Unda bo'lsa bu yerdagi x ni tepish uchun men bu 6 ni 1,5 ga bo'lsam necha? 4 keyniga 40 milyon keldi degan gap. Unda bo'lsa Qashqar bilan Oqsuning oraliqi 40 milyon santimetr keladi ekan. Bu 40 milyon santimetrni men 100 ga bo'lsam metrga aylandi shundami? 1000 ga bo'lsam-chi kilometrga aylandi. Unda bo'lsa javobdan 400 kilometr degan gap. Yani Aqsu bilan Qashqarning oraliqi 400 kilometr chiqdi. Eng oxirida eskartib qo'yilgan bir narsa, masshtabga hargizmi oldinib ketmaslik kerak. Masalan, bu yerda masshtabni qanday beribdi? 1ning 6 millionga bo'lgan nisbati deb yozib qo'yapti. Bu yerdagi 1 bu bir bo'lakni ko'rsatadi. Hargiz 1 sm degan gap emas. Biz cho'qim bu bir bo'lak qanchalik uzunlik ekan shuni sizg'ich qo'yib o'lchishimiz kerak. Andan keyin xaritaning ustidagi ikki nuqtaning yoki ikki shaharningki oraliqini o'lchagan vaqtimi xaritani tuz qo'yib ustiga sizg'ichni qo'yib andan keyin şu bir nokta bilan yana bir noktanın araliqini tuz araliqni o'lchaymiz. Unda bo'lsa bugungi darsimiz masshtab mushayada oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.